Hürmetli vatandaşlarım, yukarıda leksiyelerimizi sözlep öttük. Mesela bu yıl 4. ayının 7. günü Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jumhur Xalq Jamhuriyatining Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bilan Jumhur Xalq Jamhuriyatining raisi Shi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatida suhbat o'tkazgan va shu vaqtda bir ramka, ya'ni 6. ayının 21. günü Washingtonda ikki davlat diplomatiya va bexatarlik masalasi bo'yicha suhbat o'tkazamiz degan o suhbat bugun boshlandi. O suhbat to'g'risida bir qancha yirik jumlalar va bugun tayyorlamadik. Kelar qatimda Xudo xolisa vatandoshlar bilan yuz ko'rishtiramiz. Bu qatim bunda qarag'an vaqtida beri shu suhbat 6. ayning 21. kuni ochilishdan burun o'tirg'i chiqqan masalalarda bu qatimqi suhbatda Tayvan masalasi, Janubiy Jungo dengizi masalasi, Chavshan masalasi nuqtali qoldi o'tirib qo'yildi. Endi bu oshkor qo'yiladigan temalar ekan endi. Tayvan masalasi degan masala o'tirg'i chiqqan, yana boshqa masala. Masalan, Tibet masalasi bormi yo'q? Buningga siz bilan biz diqqat qilamiz. Tibet masalasi bormi yo'q deb savol qo'yilganda esinglarda bo'lishi kerak. 6. ayning 17. kuni Dalay Lama Dharamsaladan Kaliforniyaga kelib, Santiago'da bir maktabda nutq so'zlagan bo'ldi. Dal onun 17-sida kelishi, o kelib 5 kundan keyin Amerikada Jungo o'rtasida Amerika bilan Jungo o'rtasida bexatarlik va diplomatik masalalar bo'yicha suhbat olib berish masalasini o'rtaga chiqish kun tartib kelishida Tayvan masalasi o'rtaga qo'yilganda Tibet masalasi o'rtaga qo'yiladi nima degan masalani darhol kishilar tasavvur qila oladi. Biroq dal mushkullarda hozir dandizlamdi, men ismini unutib qoldim. Tunigun bir xabar keldi. O xabarda bir Jungo siyosati, Jungoning va shundaqla Tibetning o'rta yo'l siyosati. Bu ikki siyosatni solishtiribdi. Bu uzun yozilgan maqola ekan. Men o maqolani ko'rishga ulgurmay qoldim. Biroq bir surat meni qiziqtirdi. O suratda mesela alayli Tibet, Qinghai, Sichuan. Bu o'lkalar qaraganda oq tashlanibdi. Siziqchilar bor, oq tashlanibdi bu xaritada. Oq tashlangandan qaraganda bu yerlar Jungoning zamini emas demoqchi bo'lsa kerak. Andan keyin Jungo, bir Jungo deb chizilgan suratlarning ichida Ichki Mongoliya, Heilongjiang o'lkasidan tortib Manjuriyaning o'zi yog'anda butun Xinjiang rayoni chizilibdi. Bu Ichki Mongoliya, Manjuriya, Xinjiang rayoni Jungo bilan eg'izdagi hozirgi bir Jungo siyosatiga mos keladigan taraf ekan. Yana bir tarafda Tayvanni oq qoldiribdi. Demak, bu yerda bir Jungo siyosiy yuqoriqadak bir Jungoning sirtidagi Tayvan masalasi bilan Tibet masalasi bu ayrim masala. Boshqalar qizil siziq, qizil buyoq ichidagi masalalar deb chizibdi. Tibetlar nima uchun bunda xarit chizdi, men buni bilmadim. Tushunmadim. Avval maqolani o'qib boqqandan keyin bu Tibetlik odamning yozgani ekan, bir Jungo siyosatini qanday sharhladi. Andan keyin Tibetning o'tir yo'l siyosatini qanday sharhladi. Buni vaqtimiz yetsa vatandoshlarga so'zlaymiz. Lekin hozirgi vaziyatda men demoqchi bo'lganim boshda hozir Washingtonda ikki davlatning suhbati boshlandi. Shu suhbatda Tayvan masalasi, Chavshan masalasi, Janubiy Jungo dengiz masalasi qo'yildi ekan. Shuning qaragan Tibet masalasi o'tirib qo'yilamdi qanday? Tibet masalasi yoki Washingtonda suhbat o'tkazilayotgan shundaq bir paytda Dalay Lamaning Kaliforniyaga kelishi buning munosabatmi emasmi deydigan shundaq bir savolni vatandoshlarning oldiga qo'ydim. Andan keyin hozir mana 2 kundan bir torbetlarda kelayotgan xabarlarda bu qatim Jungo hukumati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari davlati o'rtasida o'tkazilayotgan yig'inda Amerikaning pozitsiyasida sal-pal o'zgarish, ya'ni Jungoga besim ishiltish jihatda pozitsiyasida qattiqlik o'tirg'i chiqyapti. Endi buning jarayoni suhbatdan keyin qanday bo'ladi? Suhbatdan avvalgi jarayonni biz sizlarga kelar qatim tayyorlaymiz. Endi shundaq vaqtda hozir Jungoning ichki qismiga kelsak, hozir Going masalasi, Jungoda pul muomala sistemasi gumron bo'lishga keldi deydigan Going bo'yicha fikr qilishlar hozir avjilib ketdi. Pul muomala sistemasi endi Jungoning ichki qismidagi ziddiyatlar 19 qurultayning ochilishi va bu qurultayga Going voqeasidan qanday ta'sir qilishi hozir torbetlar qizib ketdi. Mavzular yirik kaskin qo'yilyapti. Fikr talablarni kaskin qo'yilyapti.
mush nuqtada aytganda hozir ham Jungoning ichki qismidagi o'ziga qilingan besim, o'ziga paydo qilgan besim, shundaqla bu qator Washingtonda o'tkaziladigan Junxo Xalq Cumhuriyati Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi diplomatiya va bexatarlik masalasi bo'yicha o'tkazilgan yig'in yoki tushunch xarakterli bir-birining maydoni va siyosiy nuqtai nazarni o'rtaga qo'yishdan iborat tushunch xarakterli yig'in. Endi buni Rex Tillerson davlat ishlar katibi shundoq dediki, bu endi loyiha shaklida masalan shundoq aytsak, bu keyingi 50 yillik siyosat dedi. Shundan qaraganda dastlabki 50 yillik siyosat ayni vaqtda Nixon davrida belgilangan bo'lsa kerak. Hozir hisoblab baksak 45 yil, 47 yildek vaqt bo'libdi. Demak, birinchi 50 yil to'shibdi. Bu birinchi 50 yil ichida Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoni demokratiyalashtirish deganni eg'izga olmasimi, lekin Jungoni kambag'allikdan boy davlatga aylantirish masalasida ko'p ajr singdirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari ko'p ajr singdirdi. Dastlabda 80-yillarda qartib sodiri e'tibor beri siyosatni o'rtaga qo'ydi. Keyin sodda e'tibor beri siyosati bilan kishilik huquqni ayirib etdi. Bir-birini ayirib tashlab etdi. Ayirib tashlab etib, mango sodiri e'tibor beri siyosatni Jungoga taqdim qildi. Jungoliklar hozir boy bo'ldi, tepindi, verildi. Lekin hozirgacha demokratiyadan xabar yo'q. Demokratiyadan xabar yo'q. Endi Amerika Qo'shma Shtatlarining har navbatdagi hukumatlari Jungoni demokratiyalashtirishni ta'kidlab keldi. Endi kelimizga mayada biz boshda o'qigan xabarlarimiz diqqat qildinglarmiki? Hozir prezident Trump Jungoga tayinib Chavshan masalasini hal qilishning sal oldirab tuzilgan siyosat ekanligini his qilishga boshladi. Demak, Jungoga tayinishning butunlay mumkin emasligini isbotladi va oshkorladi degan gaplarni biz yuqori xabarlarimizda aytdik. Demak, mushundaq vaqtida mushundaq bir paytda Jungoga 3 oylik yoki 100 kunlik muhlat berish, amaliyotda ayni vaqtda Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe ishtaliyat nima degan tinch yo'l bilan hal qilish va 100 kunlik muhlat berish, bu Chavshanga raketa sinov qilishga berilgan muhlat degan edi. Yani shundaq bo'lsin yoki shundaq bo'lmasin, hozirgi vaziyatda bugun Washingtonda echilayotgan yig'inda Amerika Qo'shma Shtatlari besim ishiltidi Jungoga. Boshda aytdik-ku, Chavshan masalasida hamkorlashmaydigan bo'lsang, biz sening Amerika bilan hamkorlashishingdan butunlay gumon qilamiz. Hatto Amerika Jungo munosabatidagi barliq taraflarga bu ta'sir ko'rsatdi dedi. Shunga biz bu vaziyatda bundan keyin suhbatdan keyin qanday ish o'tirg'i chiqadi, aniq diqqat qilamiz. Ikkinchisi Jack Sullivanning maqolasi Amerika Jungo o'tirishga shirin oila pat arada oxirlashdi debdi. Shundan Yunon tarixchisi Dezerdesning qiltig'i degan so'zni eg'izga ilib, endi bu urush ikki cho'ng davlat. Masalan, keyin bosh ko'targan davlat Jungo, aslida darajadan tashqari davlat Amerika o'rtasida Yunon tarixchisi Zerdresning so'zi rost bo'landi. Bosh ko'targan davlat bilan asli cho'ng davlat o'rtasida to'qinish yuz berdi degan narsa rost bo'ladi. Bu to'g'rida Jack Sullivan yuqori sizlar ko'rsatdik. Nima debdi? Bu muqarrar debdi. Bu muqarrar debdi. Endi yani bundan keyingi tadqiqotchilar, Amerika olimlari buning munosabatli nima deydi? Biz vatandoshlar bilan birlikda bu masalalarga diqqat qilib o'tiramiz, hurmatli vatandoshlar.